Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi kun tibbiyotida infarkt rivojlanishini oldini olishda, insult rivojlanishini oldini olishda yoki infarkt bo'lgan, insult bo'lgan bemorlarda sog'ligini tiklashda keng ishlatiladigan muhim dorilardan biri klopidogrel haqida gaplashamiz. Inson organizmida qon tomirlar tizimi orqali barcha a'zolar, to'qimalar, organlar qon bilan ta'minlanadi, kislorod bilan ta'minlanadi, ozuqa moddalari bilan ta'minlanadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra tomirda yo'li torayadigan bo'lsa yoki tomirda yo'li bekilib qoladigan bo'lsa, mana shu toraygan soha, bekilgan sohadan keyingi qismi qon bilan ta'minlanishi buziladi. Natijada infarkt, insult va boshqa og'ir kasalliklar kelib chiqadi. Mana shu narsalarni oldini olishda klopidogrelda roli juda ham katta. Mana shu umumiy ma'lumot asosida klopidogrel yaxshi dori ekan, klopidogrel qabul qilish kerak ekan degan qisqa xulosaga borish kerak emas. Ba'zi holatlarda klopidogrelni yillar davomida ichib yurish tavsiya etiladi. Ba'zi holatlarda esa tavsiya etilmaydi. Qisqa muddatli noto'g'ri qabul qilish ham og'ir darajadagi qon ketishlarga olib kelishi mumkin. Mavzumiz davomida klopidogrelda ta'sir mexanizmi, qaysi kasalliklarda, qaysi vaqtda, qancha vaqt davomida buyurilish kerakligi, aspirindan farqli tomoni, insultni, infarktni oldini olishda klopidogrelning roli, uning nojo'ya ta'sirlari va klopidogrelni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi kunda O'zbekiston hududida dorixonalarda tarkibi klopidogrel bo'lgan, keng ishlatiladigan, ko'p ishlatiladigan dorilarga Zilt, Plavix, Trambanet dorilari kiradi. Biz bundan keyingi umumiy ma'noda klopidogrel deb gapiramiz. Klopidogrel haqida aytilgan har bitta gap, demak yuqorida sanab o'tilgan Plavixga ham tegishli, Ziltga ham tegishli, Trambanetga ham tegishli hisoblanadi. Klopidogrel 75 mg dozada ishlab chiqariladi. Kuniga bir mahal ovqatdan oldin ham, ovqatdan keyin ham qabul qilishi mumkin. Klopidogrelning ta'sir mexanizmi amaliyotda ko'p guvohi bo'lganmiz, ko'p kuzatganmiz. Ma'lum ehtiyotsizlik sababli tanani shikastlaganimizda aytaylik, barmoq kesildi yoki ehtiyotsizlik tufayli yiqildi, teri shikastlandi, qon tomirlar shikastlandi va qon ketishi yoki qon oqishi kuzatildi. Ma'lum vaqtdan so'ng o'sha sohada qon ketishi to'xtaganligi va jarohat ustida qon laxtasi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu qon laxtasi tarkibi asosan trombotsit deb ataladigan hujayralarning o'zaro birikishidan hosil bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Bu yerda trombotsitni nomini eslab qolishingiz shart emas, umumiy ma'noda shunday hujayra borligini bilish kifoya. Bu trombotsitlar organizmda ushbu holatlarda himoya vazifasini bajaradi. Ya'ni qon ketayotganda o'zaro birikib, qonni ketishini to'xtatishga qaratilgan bo'ladi. Klopidogrelning vazifasi aynan mana shu trombotsitlarni bir-biriga o'zaro yopishishini to'xtatishdan iborat bo'ladi. Farmakologik guruhi bo'yicha klopidogrel antiagregant deb ataladigan dorilar guruhiga kiradi. Antiagregant nima degani? Agregatsiya degani bu yopishish, ya'ni trombotsitlar bir-biri bilan yopishi. Anti bu qarama-qarshi, ya'ni yopishishga qarshilik ko'rsatish degan ma'noda umumiy nom bilan antiagregant dorilar qatoriga kiradi. Ba'zi holatlarda tomirlar devori shikastlanmagan, tomirlarda butunligi saqlangan holatda ham qon tomirida ichida mana shunaqa trombotsitlarda o'zaro birikib, tromb, qon laxtalarini hosil qilishga bo'lgan sharoitlar, kasalliklar yuzaga keladi. Mana shunday holatlarda klopidogrelni qabul qilish trombotsitlarni o'zaro birikib, tromb hosil bo'lishiga demak qarshilik ko'rsatadi. Klopidogrelni mana shu xususiyatlarini hisobga olgan holda qaysi kasalliklarda buyuriladi? Birinchisi stabil stenokardiya yoki ikkinchi nomi bu zo'riqish stenokardiyasi. Siz shifokor kardiolog ko'rigiga borganda sizda tekshiruvlardan o'tib, shikoyatlaringizni hisobga olgan holda sizga stabil stenokardiya yoki zo'riqish stenokardiyasi degan diagnoz qo'yadi. Siz o'zingizda mana shu kasallikda qaysi belgilarini his qilasiz? Bu asosan yurak sohasidagi og'riqlar, yurak sohasida to'sh ortidagi bo'ladigan og'riqlar va bu og'riqlarning jismoniy yuklamalari yoki psixoemotsional zo'riqishlar natijasida kuchayishi kuzatiladi. Agar siz o'sha jismoniy yuklamani kamaytirsangiz yoki psixoemotsional zo'riqishlar bartaraf etilganda, mana shu og'riqlar ham o'z-o'zidan o'tib ketadi. Ya'ni zo'riqish hisobiga paydo bo'lganligi uchun bu zo'riqish stenokardiyasi nomi bilan ataladi. Mana shunday bemorlarda qonda tromb hosil bo'lishini oldini olish maqsadida birinchi o'rinda aspirin dorilari buyuriladi.
Lekin aspirin tarkibli dorilarni hamma ham qabul qila olmasligi mumkin. Masalan, aspirindan bo'ladigan allergiya, bronxial astmaning aynan aspirin tufayli kelib chiqadigan turi ham mavjud. Mana shunaqa allergik holatlar kuzatilganda yoki bo'lmasa oshqozonda yara, gastrit bo'lganda, aspirin qabul qilayotganda ushbu yaralarda, og'riqlarda kuchayishi, oshqozonda achish hissini paydo bo'lishi, demak, aspirinni ko'tara olmaslik yoki aspirinni qabul qila olmaslikka olib keladi. Mana shunday holatlarda aspirin o'rniga klopidogrel dorisi tavsiya etiladi. Klopidogrel o'sha antiagregant xususiyati trombositlar bir-biriga yopishishini oldini olib, tomirlarda tromb hosil bo'lishini oldini oladi. Ikkinchi toifadagi bemorlar bular stent qo'yilgan bemorlar. Stent qo'yilgan bemorlarni ham ikkita toifaga ajratishimiz mumkin. Birinchi toifasi infarkt bo'lib, keyin stent qo'ydirgan bemorlar. Bunday bemorlarda ikkita turdagi qon suyultiruvchi dorilarni ichish 1 yil muddatga shart hisoblanadi. Bu qaysi dorilar? Birinchisi aspirin, ikkinchisi klopidogrel tarkibli dorilar hisoblanadi. 1 yil muddatda ichib yurilish kerak bo'ladi. Bunda ham demak boshqa xususiyatlarni hisobga olish kerak. Agar bemorda oshqozonda yara yoki gemoroidal tugunlardan qon ketish, boshqa turdagi og'ir darajadagi qon ketish yoki kamqonlik holatlari kuzatiladigan bo'lsa, buni 1 yil davom ettirish emas, demak uni qon ketish xavfini va tromb hosil bo'lish xavfini hisobga olgan holda 1 oygacha ham kamaytirish mumkin. Ikkinchi stent qo'yiladigan bemorlar infarkt bo'lmasdan stent qo'ydirgan bemorlar, ya'ni o'sha yuragida og'riqlar bezovta qildi, koronografiya tekshiruvdan o'tdi, tomirlarda torayishlar aniqlandi va unga stent qo'yildi. Bunday toifadagi bemorlarga ham aspirin plus klopidogrel kabi tarkibli dorilarni 3 oydan 6 oygacha ichib yurish tavsiya etiladi. Bunda ham demak o'sha qon ketish xavfini bir tomonga qo'yish kerak, ikkinchi tomondan tromb hosil bo'lish xavfini ikkinchi tomonga qo'yish kerak va o'zaro foyda, zarar oqibatlari baholanib, uni muddati aniqlanadi. Umumiy xulosa sifatida aytish mumkin, demak stent qo'yilgan bemorlar aspirin plus klopidogrel tarkibli dorini 1 oydan 1 yilgacha qabul qilishi zarur hisoblanadi. 1 yildan keyin ham yana qayta baholab ko'riladi. Agar bemorda qon quyilish xavfi, qonni demak tromb hosil bo'lish xavfi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu qanday bemorlar? Masalan, qandli diabeti bor bemorlar, ko'plab stent qo'ydirgan bemorlar. Mana shunday bemorlarda qaytadan tromb hosil bo'lib qolish xavfi juda ham yuqori hisoblanadi. Bunday toifadagi bemorlarda demak mana shu ikki tarkibli dorini ancha uzoq muddatgacha birgalikda qabul qilish tavsiya etiladi. Qayta yana xavf baholanadi. Demak, 1 yildan keyin agar ikki tarkibli qon suyultiruvchi dorini davom ettirishga ko'rsatma bo'lmasa, demak bir tarkibli dori qoldiriladi. Bunday holatda birinchi qator asosan aspirin dorisi qoldiriladi, aspirin tarkibli dorilar qoldiriladi. Klopidogrel dorilari demak qatordan chiqariladi. Klopidogrelni qo'llash uchun yana 3-ko'rsatma bu ishemik insultlar yoki tranzitor ishemik xurujlar deb ataladigan holatlar. Bunday holatlarda ham o'sha ikki tarkibli qon suyultiruvchi aspirin plus klopidogrel tarkibli dorilarni 3 haftadan 3 oygacha bo'lgan muddatda buyurish tavsiya etiladi. 4-holatlar, ya'ni periferik qon tomirlarini ateroskleroza deb ataladigan kasalliklar, masalan, buyrak arteriyalarini ateroskleroz hisobiga torayishi yoki oyoqlarda, qo'llarda arteriyalarni ateroskleroz hisobiga torayishlari kuzatilgan bemorlar ham demak klopidogrel dorilarini qo'shimcha ichish tavsiya etiladi. Klopidogrel qabul qilayotganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar ko'p uchraydiganlari bosh og'rig'i, bosh aylanishi, teridagi har xil qon talashlar, terida qon quyilishlari, ko'z to'r pardasiga qon quyilishlari yoki siydikda qon ajralishi, oshqozon ichak tizimi tomonidan qon ketish holatlari yoki hazm qilish buzilishlari, qorinda og'riqlar, ich ketishlar kabi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishi mumkin. Endi klopidogrelni qaysi holatlarda qo'llab bo'lmaydi, ya'ni qaysi holatlar qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Birinchisi bu klopidogrel moddasiga nisbatan kuzatilgan allergik holat. Oldin masalan shu klopidogrel dorisini qabul qilganda demak terida har xil toshmalar, qichishishlar, nafas siqishi kabi bilan kechgan allergik holatlar qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari og'ir darajadagi jigar yetishmovchiligi, faol qon ketish holatlari kuzatilib turgan bo'lsa, masalan, oshqozondan, 12 barmoq ichaklardan qon ketish xavf bo'lib turgan bo'lsa yoki bosh miya ichiga qon quyilish holatlari kuzatilgan bo'lsa
homiladorlik va emizikli davrda ham bu dorini qo'llash qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Bundan tashqari 18 yoshgacha bo'lgan bemorlarda ham klopidogrilni qo'llash bo'yicha uning samaradorligi yoki xavfsizligi o'rganilmagan. Shuning uchun bu yoshgacha ham klopidogrilni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar qatoriga kiradi. Bugungi klopidogril, zilt, plavix, trombonet haqidagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Siz ham ushbu tarkibli dorilarni qabul qilasizmi? Qaysi sabablarga ko'ra buyurilgan? Klopidogrilga oid shaxsiy kuzatuvlar, tajribalar mavjud bo'lsa, izohlarda yozing. Albatta bemorlar uchun, biz uchun albatta qiziqarli bo'ladi.